Endi shu televizorni olmasanglar bo'lmaydi. 65 dyumli IPS ekranli Webos platformasida ishlaydigan eng milliy brendlarimiz orasida mashhur bo'lgan Volto kompaniyasini 4K televizori. Pultini ham ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Faqat operatsion tizimi emas, hattoki pultlari ham LG kompaniyasiniki Indoneziyada ishlab chiqarilgan. Ishonmaganlar uchun bemalol ko'rsanglar bo'ladi. LG ning o'zini kanallari ham aynan shu televizorda bor. O'zbekistonga to'g'ri keladigan hamma programmalarni o'rnatsanglar bo'ladi. Kinopoisk, TVcom, Allplay, ITV xohlaganinglarni o'rnatib tomosha qilishingiz mumkin. Men aniq ayta olaman, bunaqa razmerdagi, bunaqa narxga televizor topa olmaysizlar. Ko'rishingiz mumkin. Sifatlarini ham, ramkalari bezramishli bo'ladi. Displeylari IPS 4K formatida, zachitalari ham bor. Bir emas, naqd ikkita USB flashga qo'ysanglar bo'ladi. 1, 2, 3, 3 ta HDMI, UzDigital kabelli televideniyalarning kartalarini ham bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Internetga ham simli, ham simsiz ulasangiz bo'ladi. Tulpar razyomlari ham bor. Parabolitik antennani ham bemalol ulasanglar bo'ladi. Naqd ikkita tuneri bor. Aynan shu televizorni nomini sal boshqacharoq qilib, ko'p joylarda $550 dan $750 gacha sotishyapti. Biza narxi aytganimizdan keyin buni garantiyasi, servis markazlari bo'lmasa kerak deb o'ylaganlar uchun O'zbekiston bo'ylab naqd 3 yil garantiyasi bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $399. Faqat bizaga obuna bo'lganlar uchun bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Soni yetarlicha. Videoni bo'lsa bayram arafasida katta televizor olaman deb yurgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.